Soatlar davomida shorts videongizni montaj qilasiz, YouTube ga yuklaysiz, lekin natija yo'q. Agarda shu holat bo'layotgan bo'lsa, siz katta ehtimol bilan men qilgan xatolarni takrorlayapsiz va bu kanalingizni asta-sekinlik bilan o'ldirayotganini sezmayapsiz. Lekin xavotir olmang. Ushbu videoda men sizga qanday xatolar borligini ko'rsatib beraman va ularni qanday qilib to'g'rilashni ham o'rgataman. Agarda tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Birinchi va eng keng tarqalgan xato bu kam prosmotr olgan shortslarni o'chirish. Do'stlar, YouTube dan videoni o'chirib tashlash kanalning o'sishiga salbiy ta'sir qiladi. Mening bir shorts videom birinchi 24 soatda atigi 3000 ta prosmotr olgandi, ammo men uni o'chirib tashlamadim va 3 kundan keyin birdan prosmotrlar ko'paydi va hozirda ushbu video deyarli 1,5 million prosmotr olgan. Shuning uchun hech qanday videoga shoshilinch baho bermang. Unga vaqt bering. YouTube algoritmi ba'zida videoni keyinroq rekomendatsiya qilishi mumkin. Agar siz shorts videongizni o'chirib tashlasangiz, u keyinchalik yomon yoki yaxshi bo'lishidan qat'iy nazar YouTube sizning kanalingizga bo'lgan ishonchni yo'qotadi. Xo'p, buni qanday tuzatish mumkin? Hech qachon videoni o'chirmang, hattoki eng yomonini ham. Buning o'rniga nima sababli videongiz kam prosmotr olganini tahlil qiling va keyingi videoni yuklayotganingizda bu muammolarni to'g'rilashga harakat qiling. Agar kam prosmotr olgan videongizni hech kim ko'rishini xohlamasangiz, uni private qilib qo'ying. Bu videoni o'chirib tashlashdan ko'ra ancha xavfsizroq. Ikkinchi muammo, keraksiz hashtaglar va taglarni ishlatish. Ko'pchilik odamlar videomga eng ko'p ishlatilgan hashtaglarni qo'ysam, videom virusli bo'lib ketadi deb o'ylaydi. Lekin bu mutlaqo noto'g'ri. YouTube videoni mashhur taglarga qarab emas, relevance, ya'ni dolzarblikka qarab baholaydi. Agar hashtaglar kontentingizga to'g'ri kelmasa, YouTube videoni noto'g'ri auditoriyaga ko'rsatadi. Natijada retention past bo'ladi va videongiz prosmotrsiz qolib ketadi. Hattoki men ham hashtaglarni juda kam ishlataman. Hashtaglar o'rniga kerakli kalt so'zlar ishlatilgan opisaniya yozaman. Bu orqali YouTube videomni yaxshiroq tushunadi va to'g'ri auditoriyaga rekomendatsiya qiladi. Xo'p, shunda umuman hashtaglardan foydalanmaslik kerakmi? Yo'q, foydalansangiz bo'ladi. Faqat 3 tagacha hashtagdan foydalaning va ular videongizga mos bo'lishi kerak. Uchinchi muammo juda ham past sifat. Do'stlar, sizga bir achchiq haqiqatni aytmoqchiman. Har kuni menga o'nlab yosh youtuberlar yozishadi. Hammasining savoli bir xil. Kanalim yurmayapti, iltimos ko'rib bering, qayerda xato qilyapman. Ammo ularning aksariyatidagi eng asosiy muammo bu videoning sifati juda ham past ekanligi. Endi esa haqiqatni tan olaylik. O'zingiz shu videoni oxirigacha ko'rarmidingiz? Agar javobingiz yo'q bo'lsa, boshqalar nima sababdan ko'rish kerak? YouTube faqat tomoshabinni ushlab tura oladigan videolarni rekomendatsiya qiladi. Agar video boshidanoq odamlar chiqib ketsa, YouTube bu videoni boshqa tomoshabinlarga ko'rsatmaydi. Xo'sh do'stlar, bu muammoni qanday hal qilamiz? Avvalo tomoshabinni videoning birinchi soniyalaridayoq jalb qila olishingiz kerak. Chunki aynan shu ilk soniyalar YouTube algoritmi uchun eng muhim daqiqalardir. Buning uchun nima qilish kerak? Tezkor montaj, diqqat tortuvchi yozuvlar va videongizga mos keladigan tovush effektlaridan foydalaning. Zerikarli joylarni kesib tashlang, chunki videodagi har bir soniya foydali va qiziqarli bo'lishi kerak. Shundagina videongiz retentioni oshadi. Odamlar videoni oxirigacha ko'rishni boshlashadi. YouTube esa buni ijobiy signal deb qabul qiladi va videongizni boshqalarga ham rekomendatsiya